Assalomu alaykum hurmatli bizning kanalning ko'ruvchilari, qimmatli mekendoshlar, qutmandu kuningizlar bilan, qutmandu tangingizlar bilan. Biz bu chiqarilishda mana Soqluqdagi bodomallarni chaqildırib beramiz. Sizlar bodomallarning bahası bilan jerinden tanışıp çıksınızlar. Biz hazır bir chetdan boshlab, arasından tandap tush kelganini ko'rsatib, sağan uylar, buqachalar, sütemgi torpaqlar bir chetdan ko'rsatamiz. Gördünüzler, bazarda. Tak, bu Galstinov Chernopestri. Chernopestri, Rossiya. Qanchasi rodasan bu? 175 ming so'm. Bo'z, ha? Bo'z. Jashu ekan, mana yuz qarab qo'yingizlar. Birinchi tut, o'ta cho'ngana. 175 ming so'm. Qancha baho berib qo'ydi? Sir bo'lsa bir. 45 berdi. 45 berib qo'ydingizmi? Bular da sizdenmi? Yok. Alındı oxşayda tetik uylar, ha? Жаңы jip baylanğanda. Jip etkenmi? Жаңы jipler baylanıp qattırma olarga. Aylanıp görsötöreyim. Onda жақсы uylar var ekan. Bu sizniki taksi? Yok. Sizniki qaysi? Meniki. Qancha so'radasiz bularga? Mo 80 so'radim. Mo, ha? Жақсы uy ekan. Jelinler var ekan. Qarab turmuşlar. 80 ming so'm. Bu Aqsaqal'ın uyunda sıra ödeyin. Bu qancha litr süt beredi? 16, 17, 15. 16, 17, 15. Daha qancha sıra ödəsəm? 90 sıra ödəm. 90 ming so'm. Ana usul uy. Tak. Bu jaqtardı qaraylı. Jaş uy ekan. Müyüzді qarab qo'yingizlar. Bo'z bu. Qancha aylik bo'z? 3 cuma qaldı. 3 cuma qaldı to'shna. Yemi jeldi shishdi deganda. Bu qancha sıra ödəsiz? 150 ming so'm. Rossiya. Chernopestri Rossiya hozir ko'payib ketdi bizda. Tak. Bosh aylanatib qayerdan ko'rsatishlar bilmay. Tak ece. Buni sizdanmi? Qancha uyda qarmab turasiz? Ha, balasi. Qancha sut beradi? 15 litr. Shu taraf qaysi balasi? Bu ha? Urg'achi balasi men ekan. Qancha balasi men ham? 130 ming so'm. Nega sotasiz ajaymi? Sir bo'lsin. Jalb sotib olasiz, uydan sotib. Çöp sotib olasiz. Çöp emas. Straykaga kerak bor. Süt qanchadan topshirasiz? 22 Soqluq. 20 so'q. Aha, 22 dan topshiradigan sütni. Bunaqa yaxshi uylar bor ekan. Esi yo'q-ku birinin dağı. Tak, bunaqa qara uy torpog'i bilan. Birinchi bolasi u? Qancha so'ra otasiz? 90 tagirog'ida deydi, bolasi bilan. Jelinlerdə qarab qo'yingizlar. Lekin üçlü tuğandan keyin sütü ko'yadi dağı. Tak. Bunaqa zalatisti uy bor ekan. Bu qancha so'ra otasiz aqsaq? 85 ming so'm ekan bunaqa. O'tib ketdingiz. Hop, kechi. Qorqmayla qo'ying, echi. Tak. Buna qo'y turadi. Jelinleri cho'ngan. Balası yo'q. Qanchalik bo'z bakın? 125 ming so'm. Bo'zmas? Bilmayman birov, qarab. Ha, bilmaysiz. O'zingizni kuchi? 65 ming so'm. Yaxshi ekan. Jelinleri araba. Tak. Taqsirda buna o'ylarni ko'rsatayim men. Aldınız bece? Qancha oldu? 25. Erkek Galstina. Chernopestri o'xshaydi. Tak. Bu torpaq qaysini qilaqsiz? Chekede. Qancha balasi meni? 95 ming so'm. Buni o'zcha? O'zi. Pulda 95. Bu cho'ngroq ekan, ha? 6 dagi metkasi bilan jelinlerni qarab qo'yingizlar. Bu süt beradi, qancha süt beradi? 12 deng, ha? Pulda o'shanda. Bu jelin cho'ngroq ekan bu. Pul bir 15-16 beradi o'shanda. Bolalarni o'qingizlar. Tak. Mo'g'u kilaygan vashsha kelishgan torpaq ekan. Buqa. Enesi nima etgan? Sutga to'yibdir. Bu torpaq bilan qancha? 130. Oh, bozor terletdi. Isib terlab ketdik.
Qaraoy torpog'idağı buna Qashqasi o'zini tartibdi. Biz so'rab ketaylik uyingizda. Qancha litr sut beradi Aqsaqal bu? Bilmaysizmi? 2 mal alsa 10 litrden aşık değil. Alıp çıkıptır. Aqsasi qancha? 90 ming. Torpoq. Buzu osmini 90 ming so'm. Men Aqsaq. Erkek torpoq. Tak. Oh. Ötüp keteyin ha. Keling, qanday? İşte yaxshi. Qaysi uylar sizniki? Bu. Balası mı var? Qaysilar bu? Mana ko'pi. Nol boz. Ular balası mı var? Can tuğan. Ha, can tuğan. Bu kelishgan uylar qayerdan topib oldingiz sen baki? Qanchadan so'rab o'tasiz bular? Noz balası mı? O çoğun balası mı? Şivits balası. Şivits balası. İçine girip ketken o'xshaydi. Tetik жақта байлады. 150 ming so'm 20 litr sütü var ekan. Bo'lchi. No can tuğan o erkek balası mı? Jangi tuptir buna. Buna yoqda balasi turadi. Ikkinchi tut. Buni jelini qarab qo'yingizlar. Bu qancha bo'ladi? 135. 135 ming so'm. Balasi mendan. No 25 sütü var. 25 litr. Balası bir yakın. Balasi janda, mana jelini. Bu qancha? 175. 175 ming so'm. Cho'ng uy ekan. Balasi bu yoqda bu? Mana. Buna yoqda da torpoqlar yuradi. Ko'rdingizlar, qora torpoq ekan. Mana shu bo'z, ha? Buni qancha so'rab o'tasiz endi? Bu bir jumanın tayaklar tuğat. Bir jumanın içinde tuğ etken. Kanchanchi balasini tuğ et? 4-cü balası. 4-cü balasini. 27 litre geçen süt veredi. 27 litre geçen süt veredi ekan. Bu qancha bo'ladi endi bahası? Balası 160. 160 ming so'm. Nomerni aytinganda Aqsaqal. Ha, bu yoqda bormi? Ha, buni to'qol, jash ekan bular. Birinchi tut. Buni qizil torpoq o'shani-ku. Qizil torpoq buna erkek ekan. No, angus çalış o'xshaydi u o'zi, ha? Ha, malosnoy bu. 15 litre süt var. 15 litr sütü var ekan. Mana jelini qarab qo'yingizlar, jelinlar yaxshi. 130 veredi. Bu 130 ming so'm ekan. Balasi menen. Erkek torpoq o'ldi degende, sabzim bo'ldi degende 30 ming so'm turadi o'zi, ha? 35 ga berdi. 35 ga so'rab atsa kerak. Erkek torpoq qimmat hozir. Tak, bu nomerni aytib qo'ying ham. 558 0558 08 08 37 67. 37 67. Bular qayerda turadi? So'qliqda. So'qliq, chalaverasizlar. Sizni qancha so'rab o'tasiz? Tarif. Malawi, Bozoy 90 ming. Sütni qancha beradi? 10 litre. 10 litr. Torpog'i bilan 90, ha? Torpoq urg'atchi. Torpoq erkek bo'lganda 100 ming deydilar. U vaqt sozilib ketdi. Mo'g'u qunajini ko'rsatildi, torpoqlar taraf qo'ysak bo'ladi ekan. Bu qanchalik bo'z? Nazar bu. Ha, bo'z. Qanchalik bu? 4,5 oy. Dengiz qancha bo'ladi? Qancha? 65 ming so'm. Tak. Menam. Aja. Bajaga qana? Bizning ayıldaşlar gelip qolibdir, uylarda olib kelib. Pazar qizib o'tadi. Erterek. Ötüp keteli. Uy, tig'in. Süt emgi torpoqlarga jeteli, süt emgi torpoqlarni ko'rsatib turib, ondan keyin videoni bitirsak bo'ladi. Hozir onda xunajinlarda yaxshi ketadi. Baqqanga, jaylo qaydagani, mana so'rab qo'ying. Qancha xunajim akasiz? 45 ming so'm. 1 yosh bo'lib qolgan, ha? 1 yosh ekan. Gördüğünüzler bazarda köy falan. Kırk bir 42'den değil. No, bu kadar. 41-42. Tak bunu sıra koyun. Kunacın kaç atar? 40. Bu kaç bu kaç? 40 tane. Kolunu 3 öten 40 tane. Bu da kavur kaç eken. Bu qarı qıra eken ha sikişne. Bazılar aylanıp turib
Öte tığın boladat. Sizni kunajın qancha? 35 ming so'm. Tak. No, bu qaçalardan so'ray beraylik. Bu qaçalar qancha? 38 ming so'mdan. Ötüp ketin taqsir. Ötüp ketin. Sizning buchoq qancha baykiz? 42 ming so'm ekan. Tamam be. Oda. Tak. Ona iki buchoq turadi. Buchoq qancha bayki? Buchoq turadi. 35. 35 ming so'mdan. Arzandadi, qimmatdadi. Bozor. Bari arzandadi deydi. YouTube'da ko'rganlar arzanda bo'libdir deydi. Kimisini ishensek, bizga qimmat aytib qo'yov. Surayinchi. Buchoq qancha bayki? Buchoq. 45 ming, erkak buchoq. Buri Shvetsiyotdan. Qancha sizga? 43 dan so'rayapman. 43. Buri Shvetsiya 43 ming so'mdan. Qorboqda. Tartın. Shvetsning urg'achlari qimmat. O'sha yoq bor. Bu buchoq qancha bayki? Urg'achi. Ha, urg'achi qancha bu? 28. 28 ming so'm. O'tib keteli. Yo'l berib qo'yingizlar. Biraz ham Ustataga jetdik. Ustataga. Buni aytdim, yaxshi cho'ngroq buqalar turadi. Qanchadan bayka bu? 50 dan. Sizning kichkintaylarchi? 45, 52 ko'ch. Urg'achi torpoq. Jatib oldi. Sizniki qancha urg'achi torpoq? 28 deb atamiz. 28. Cho'ng ekan bu. Yaxshi ekan. Urg'achi qunajincha? 26. Ha. 26 mingdan ekan. Süt evin torpoqlarga kelib qoldik. Bozor biraz tığın. Mana buchoqlarga keldik, süt evimga. Buchoqlar biraz sütdan qiynalgan o'xshaydi. Buchoqlar qanchadan bayka? Buchoqlar qanchadan? Sizga emasmi? Anda ularga söylashimga kerak yo'q. Bunaqa o'ta yaxshi torpoq ekan, ko'rdingizlar-ku. Qancha oylik? 3 oy. Qancha so'radingiz endi bu? 43 ming so'm. Yaxshi. Bu Shvetsmi ne bu? Shvets, ha? Qarab turingizlar. Sizning buchoqlarchi? 36 dan. 36 ming so'mdan. Bozor deysizlar. O'tib ketayin men ham. O'tib ketingizlar. Tak. Buchoqimiz qancha taqsir? Buchoq 35. 35. Bu Chernopestr qancha? 37. Erkek, ha? Erkek. Bozor qanday oldi? Slabый. Slabый. Bu YouTube'dan ko'rganlar qimmat ekan deydi qo'nan. Ma qimmat aytib qo'yasizlar bizga. Urg'ach torpoqlar qanchadan torpoqlar? 30. Cho'ng torpoqlar ekan, urg'ach. Tak. Biraz ariqroq torpoqlar buni urg'ach. Sizniki qancha qilsa? 27 ming so'm. Tak. Qaysidan so'rasam ekan? O jashiroqlar ekan. Bular qanchadan? 25 ming so'mdan. Urg'ach torpoqlar. Qanchadan olindi baykas? 50. Realni bolalar qarab qo'yingizlar buni. Qunajini tanlab olibdir. Ish. Mana Sizdan etikka chiqar. Tak. Bu молочный buchoq qanchadan bayka? Torpoq. Ha, urg'achi qancha bu? 25. 25 ming so'm. Sparoda ekan. Bozor o'tdi, tig'in. Ya qancha qilsin uni? Non sodalashadi. Qana u. Tak. Bu bozorning o'zida to'lib ketdi buchoq. No eng yaxshi buchoq ekan mana. Eng yaxshisi. Bu qancha so'radasiz bu qada? 25. 25. Erkek, ha? Arzon so'ragan jo'qsizmi? Ko'raleding. Arzon so'radatgan. Boshqalarga solishtirmali. Buni aytdi-da buchoq bor ekan, shuni so'rab qo'yayin men. Urg'achi erkak taqsir bu. Bahsi qancha qoladi? 35 ming so'm. Jani so'rilib borayotganday bo'lib bahsini aytadi. Ular vashnacha deydi. Sizniki qancha buchoq? 38 ming so'm. Erkek.
Spravka жазмай бүттүбү? Yok, bularga жазып etdi, жазбайсыз. Чоң уйларга жазылат, На местность, урна. Болду. Так, туугандар. Бул Сокулуктун мал базары болду. Биз азыр сыртка чыгып кеттик. Бугаларды тартпадык. Тартышында кажети жок. Кызыккандар болсо, кийинки чыгасыздар тартып кетебиз. Анда болсо сиздер саламатта калыңыздар. Биздин видеого класс басып комментарий калтырып, жакындарыңыздар менен сөзсүз бөлүшүп кетиңиздер.